Do'stlar, shahar nayimizning o'ziga yangilik bir tur kelibdi. Qanday tur deganda, mushu nurg'ulg'a oilani ishqorlashtirilgan hamda nurg'ulg'a oilaniki turmushiga kapolat qilgan tur ekan. Qanday deganda, burundan tortib mushu amonlik o'g'dug'ich bo'lganlar, ya'ni bovan bo'lganlarga hech qanday madaniyat seviyasi, hech qanday bilim ketmaydi, faqat turib bilan bas bo'ldi. Endi bundan keyin zamon va davrning o'zgarishiga ergishib, mushu amonlik o'g'dug'ich bo'lish uchun chuqur bovan jinsi, ya'ni amonlik o'g'dug'ich keyinchisi bo'lsa, anadagi har qaysi shovchilarga, idora organga ondan amonlik qo'g'dug'ich bo'la oladi ekan. Shunga mushlarni ko'z tutib, shahar naisi yangi asr amonlik qo'g'dug'ichi tarbiyalash maktabi maxsus bir turkum amonlik qo'g'dug'ichilarni tarbiyalab chiqib, shularga keyinchi taqatmoqchi ekan. Endi mushaga kelib qolsanglar, maxsus holatda sizlarni eng kasbiy bo'lgan o'qituvchilar qo'shini, eng kasbiy bo'lgan mahoratlar, eng kasbiy bo'lgan mushu amaliy mashq va nazariya mashqlarini bevosita o'rgatib, 10 kun sizlarni mushu yerda o'qitutgan. 11-kuni sizlarga maxsus holatga keyinchi taqib chiqarib bersa, shu keyinchini ko'tarib, hamma ishlaydim desanglar, xohlagan bir shovchi yo bo'lmasa xohlagan bir idora organiki amonlik qo'g'dug'isi bo'la oladi ekansizlar. Shunga mushunda yaxshi bir turini cho'qim bir qatam keyinch kelib yoki bo'lmasa do'stlaringlarga tavsiya qilib, mushu keyinchini qo'lingizda saqlab qolishinglarni umid qilaman. Bundan keyin mushu bovan jinsi bo'lsa, bovan bo'la oladi ekan, bo'lmasa bo'lolmaydigan ish chiqadi ekan. Shunga do'stlarim, vaqtni ching tutinglar, 10 kun vaqtinglarni chiqarib mushaga kelib qo'ysanglar, bir tal keyinchilik bo'lib qoldi ekansizlar. Aloqa qilish nomeri qolsa 180 0997 97 90. 180 0997 97 90. Yan bir nomer qolsa 180 0997 97 91. Mushki nomer bilan xohlagan bilan aloqalashib, mushaga kelib tizimlasanglar bo'ldi. Bu yerning o'rinib qolsa shahar naisi Gulbog' bozori, Seriq Sugat stadionidagi yan tarbiyalam joylashgan Gulbog' texnik ishchilar tarbiyalash maktabi. Mushaga bevosita kelsanglar bo'ldi. Sizlarni mushada qarshi oldi. Unda qos ko'proq bir taqib tutinglar. Mush film chuqum sizlarga asqatida yurakdan birni besishni unutib qolmanglar.